kalbimden. Ne buğanda meni farzandimni otasi, men hech qachon, men даже farzandim katta bo'lgan takdirda farzandime balam ekeng seni palonligini, otang palonligini hech qachon aytmayman uning gap, men uning tarbiya bermayman farzandime. Avvalambor Allah meni jonim qachongacha sog', qachon Allah meni jonim oladi yo'q buni bilmayman. Shuning uchun aytajakim, meni to'g'rimda, meni xususimda, meni or nomusima, g'ururima deydi har xil gaplab istoriya qo'ymanglar iltimos. Xohlagan gapni so'zlab, xohlagancha yuritinglar, lekin men to'g'rimda iltimos gaplamanglar. Men bir farzandning onasiman. Meni farzandimni qaddi meni yuzimdan farzandimni qaddi bukilmasligini istayman va shu sababdan hozir primoy efir ochdim. Bu gapni men istoriyada paylaşsam ham bo'lar edi. U meni arxivimda qolib ketadi. Men istamayman shuni arxivimdan farzandim ko'rmasin. Shu voqealarni qani bo'lmaganning bo'lsa, o'tib ketgan bo'lsadan ullayganda farzandim shu ishning bo'lgan balam, palon bo'lgan yo'q yaxshi odammas, shuning tushunmovchiliklar bo'lgan deb aytishni istayman, lekin sizlar hamma narsani ochiq oydin aytib yotibsizlar. Qo'yinglar, kerakmidi? Noga kerak. Hamma tanlovni tanlab bo'lgan. Men bir baxtsiz inson o'xshab ko'rinib turgan yo'q, baxtliman. Hayotimda bor yaxshi insonlarim, yaqin insonlarim, ota-onam, farzandim, nima desam, hayotima bir inson girish arafasida men ham yangi bir turmush qurishni hali hozir o'ylab ko'rib, shuni arafasida turgan insonman men ham. Prosta nima desam, men ko'rko'rona bu vaziyatda qarab ketib bilmayman, chunki farzandim bor. Her tarafdan hozir men o'zimni o'ylab chiqimman. Faqat farzandimni ko'zi bilan qarab chiqaman, nera chiqsam. Chunki men qiz emas, erkak tarbiyalab turibman va u erkakni shunday tarbiyalashim kerak. Meni zimmamda shunning bir mas'uliyat bor hozir. Men u farzandga dim go'zal tarbiya berishim kerak. Men yashagan og'riqlarni yaşamasligi kerak. Bunu sevgan xotin qizlar, buni hayotimda bo'ladigan narsalar xotin qizlara ozor bermaslik uchun bir